yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bu qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qolib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqea qissalar. Voqea qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badanidan qon oqyapti. Tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti.